Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan balog'at yoshiga yetmasdan turib, doimiy tishlaridan ayrilish xavfida bo'lgan bemor to'g'risida gaplashamiz. Ushbu bemorimiz 9 yoshda bizni oldimizga mana shu holatda keldilar. Ko'rayotgan bo'lsangiz, oldingi tishlari bu doimiy tishlar va doimiy tishlar teng yarmidan juda ham katta hajmda yemirilgan. Buning asosiy sababi bir nechta. Birinchisi, vaqtidan oldin bemorimizda sut tishlardan ayrilganlar, ya'ni vaqtida davolatmaslik yoki e'tiborsizlik tufayli sut tishlardan vaqtli ayrilgan. Shuni hisobida bemor oldi tishlardan chaynashga o'tgan. Qo'shimchasiga bemorda gigiyenik holatning yomonligi, ya'ni tishni to'g'ri yaxshi yuvmasligi katta sabablardan biri. Bu ota-onaning e'tiborsizligi tufayli bemor demak uzoq vaqt mana shu holatda ovqat chaynab yurgan. Bu bemorimiz bizni oldimizga ko'rikka kelganlarida biz holatni aniqlab tezda chora ko'rishni taklif berdik. Bu bemorimizda komandniy podxod, ya'ni bu yerda terapevt, ortoped va xirurg hamda ortodontni ishlari bor edi. Ya'ni bu yerda biz komanda bilan birgalikda kelishgan holatda ketma-ketlikda demak amaliyotlarni bajardik. Bu bemorimizning demak og'zining ichki tarafidan olingan rasmi ko'rayotgan bo'lsangiz, demak doimiy tishlar hatto tashqi tarafdan va ichkari tarafdan juda ham katta hajmda karies natijasida yemirilgan. Va bu juda ham achinarli holat, chunki bu doimiy tishlar yaqinda chiqqan va уже katta hajmdagi karies bilan zararlangan. Bu bemorimizning doimiy jag' tishlari. 9 yoshdagi bolada endi 10 yoshda doimiy tishlar endi chiqadi. Bu bolada уже hali chiqib ulgurmasidan juda ham katta hajmda toch qismi yemirilib ketgan. Albatta bu tishni ham demak saqlashga kirishildi, chunki bemor 9 yoshda, ahamiyat bering, chunki implantatsiya amaliyoti agar bajariladigan bo'lsa, bu 18 yoshdan keyin bajariladi. Bu bemorimiz hali uzoq vaqt ovqat chaynashlari kerak. Bu hatto bemorimizning oldi tishlari shu darajada yemirilganligidan maktabda kulmasdan yurganlar, ya'ni bemorda kulishga diskomfort bo'lib qolgan. Bemor kulmay qo'ygan. Keyingi rasmda bu yerda terapevtik etaplarni ko'rishimiz mumkin. Birinchi etap bu ikkita doimiy tishini saqlab qolishga kirishildi. Demak, birinchi navbatda diagnostika o'tkazildi, 3D rentgen va keyingi etaplarda demak tishni hayotchanligi tekshirildi. Va afsuski bitta tishimizning hayotchanligi demak manfiy bo'lganligi sababli uni nervini oldik, ikkinchi tishimizni nervini saqlab qolishga erishdik. Mana bu rasmda уже hammasini tozalab bo'lganimizdan keyingi holati, ahamiyat bering, bemorning doimiy tishidan nima qoldi tozalab bo'lganimizdan keyin. Tishning 90% ketgan, o'rtacha 30%, 20% tishdan qolgan qism. Demak, buni biz saqlab qolishni amalladik, ya'ni toch qismini maxsus kompozit restavratsiya yordamida qayta tikladik. Xo'p, bu holatda demak keramin kompozit material hamda maxsus kompozitlar yordamida tishning toch qismi qayta tiklandi. Bemorimizni keyingi etapda xirurgik amaliyotni bajarish uchun xirurg ko'rigiga biz yubordik. Xo'sh, bemorimizning demak oldingi doimiy tishlarini qayta tiklab bo'lganimizdan so'ng xirurgimiz 3D rentgenda bemorimizda odantomalar borligini aniqladilar. Ya'ni bular pastki tishlar sohasida, pastki jag' sohasida doimiy tishlar chiqolmay qolganligi tufayli yon kurak tishimizda demak odontoma sifatida suyak to'qimasida mavjudligi, ya'ni bu kista obrazniy bo'lib qolganligi aniqlandi. Hozir ko'rishimiz mumkin. Ushbu rasmda rentgenda ko'rishimiz mumkin mayda-mayda demak odontoma qismlari. Bu qismlar demak olib tashlanishi kerak ko'rsatma bo'yicha, chunki ostida doimiy tish chiqolmay qolgan. Bu til tarafdan ko'rinishi. Xirurgik etaplarni demak xirurgimiz keyingi videolarimizda batafsilroq case sifatida olib chiqadilar. Men qisqacha etaplarni ko'rsatib ketaman. Bu bemorimizda mana shu odontomalarni olish etaplari. Mana bu demak olingandan keyingi holatlari. Ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, mayda-mayda suyak bo'lakchalarga o'xshash kistoobrazniy demak to'qimalar olib tashlandi. Tozalab bo'lindi. Bu rentgen tasviri. Mana bu doimiy tishni demak holati, mana uni demak yuqori qismida bu odontomalar xalaqit berib turgan doimiy tishning chiqishiga. Bu tikib qo'yilgandan keyingi holat. Terapevtik xirurgik amaliyotlar bajarib bo'lingandan so'ng bemorimizni komandamizdagi ortodontimiz doktor Jahongir Najimovni demak ko'rigiga o'tdilar. Doktor bu yerda demak Brekt sistemasi yordamida bemorimizni tish qatorlarini tekislash, doimiy tishlar uchun kerakli joylarni ochish uchun o'zlarini davolash etaplarini bajarib o'tdilar. Bu bemorimizni hozirgi kungacha demak ortodontik davolash bosqichida bu demak ilk bor brekt qo'yilgandan keyingi olingan rasm hozirgi holatini ko'rsataman. Bu bemorimizning keyingi bosqichdagi rasmlari. Bu yerda ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, oldingi rasmdan ancha o'zgarish bo'lgan. Ya'ni bu yerda prikus korreksiya bo'lmoqda, doimiy tishlar uchun yetarli joylar ancha ochilgan. Mana bu klikimizni demak tish qatoriga olib kelinmoqda. Bu bemorimiz hozirgi kungacha Brekt sistemasida davolash etaplaridan o'tmoqdalar. Hozirda bemorimizda priks korreksiya demak bosqich etaplarida, demak bu yerda hozir
to'liq reabilitatsiya o'tkazilmoqda va tez orada sizlar bilan yakuniy natija bilan bo'lishamiz. Agar sizning farzandingizda ham shunga o'xshash muammolar kuzatilgan bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qiling va biz sizlarga inshaalloh yordam beramiz.